Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar, hammanglarni bu ro'za Ramazon kuni bilan hammanglarni tabriklayman. Men hozir bir ish bilan ko'chaga chiqqandim. Bu hayotda hali ham yaxshi odamlar juda ham ko'p ekan dedim, saxiy insonlar. Yo'lda ketayotgandim, o'shanda benzin tugab qoldi. Yo'lda to'xtadim. Zapravkaga 200 metrcha, 300 metrcha qolgandi. Keyin 923 shu benzin tashiydigan mashina to'xtadi. To'xtab, nima ekan deb, nima xizmat dedi. Shunaqa deb mashina benzin tugab qoldi desam, o'zi mashinasidan benzin olib berdi, o'zini bakidan o'zi quyib berdi. Eng qizig'i, pul bersam olmadi. Shunaqa yaxshi insonlar bor ekan. Ulug' ayyom kunlar juda ham xursand bo'ldim. Duo qilib qo'ydim. Sizlar ham shu insonni duo qilib qo'ysizlar.